Qadimgi qora sho'rva nomi bilan tanilgan bu sho'rvamizni bilmagan odam bo'lmasa kerak. Bu sho'rva belni nimaga baquvvat qilishini hozir bilib olamiz. Qo'y go'shtini yog'liq qismiga tuz, lavr yaprog'i va tomat pastasini yaxshilab suv chiqib, massaj qilishni boshlaymiz. Massaj olgan go'shtlarimizni listlarga taqlab 180 gradusda 30 daqiqa qizartirib olamiz va qizargan go'shtlarimizdan chiqqan yog'ni qozonga solib, piyozlarimizni past olovda qovurishni boshlaymiz. Sabzavotlarni videoda ko'rsatilgan ketma-ketlikda solib qovuravamiz. Qovurishni piyoz karamel rangiga kirib, erib ketmaguncha qovurishda davom etamiz va 14 kosa suv solib, qizarib chiqqan go'shtlarimizni qozonga solamiz va o'zidan chiqqan sevlarini ham sovuramiz. Qaynash jarayonida faqat tuz va zira solinadi. 3,5 soat miltillatib qaynatamiz. Karamelli piyoz sho'rvaga juda ham ajoyib hid beradi. Bu sho'rvani mazasini eski do'dalarimizdan so'rasangiz aytib berishadi. So'ragandan ko'ra qilib ko'rgan yaxshi. Endi sizda retsept bor, bemalol tayyorlab ko'rishingiz mumkin. Yuboy qo'y go'shti belni baquvvat qiladi. Shuni aytmoqchi edim. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.